Alloh o'z hadisi qudsisida shunday deydi: ey odam bolasi, biror hokim yoki sultondan qo'rqmagin. Modomiki mening sultonligim boqiy ekan, aslo qo'rqma. Mening hukmronligim esa boqiydir. Ey odam bolasi, rizq torligidan qo'rqma. Vaholanki mening xazinalarim to'ladir, ular hech qachon bitmas. Ey odam bolasi, men seni ibodat uchun yaratdim. O'yin kulguga berilmagan. Rizqingga men kafil bo'ldim, ko'p kuyinib ovora bo'lmagin. Agar men taqsim qilgan narsaga rozi bo'lsang, tanang va qalbingga xotirjamlik va rohatni ato etaman. Va mening huzurimda maqtalganlar qatorida bo'lasan. Modomiki taqsim qilganimga ko'nmas ekansan, buyukligim